Yaxshimi hoji? Apparat yoqdimi? Assalomu alaykum. Biz mana ayolim Rahmonova Hatichaxon uzoq yillardan beri shukurlarda asoratli bo'lgancha davolatdik, boshqa joylar ko'rsatdik, lekin eshitish moslamasiga muhtojlik bo'lgani uchun biz shu akustik eshitish markaziga keldik. Bu joyda bizni Abdulhamid Murodjon aka rahbarligida Sayfuddin Abduqodir, Ibragimov Mo'minullar kutib oldi. Juda ham xushmuomalalik tomonidan yaxshi e'tibor berildi. Bu biz ayolimizga bu eshitish moslamasini qo'yib, eshitgizib, buni moslamani qo'yib, juda ham chiroyli qilib berdi. Boshqacha aytganda ligirovkalargacha qilib berdi. Biz bu tashkilot rahbarlaridan, ishchi xodimlardan ming rozimiz. Rahmat ularga. Xalq uchun, el, yurt uchun hamisha salomat bo'lib, shunday chiroyli ishlar yuringlar. Salomat bo'linglar. Biz hamisha el yurtni, xalqni manfaatiga qilayotgan ishlarni Allohdan madad quvvat tilaymiz. Rahmat hammaga. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik, o'zlariga sihat salomatlik tilaymiz.